Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Mana navbatdagi ishimizni ham qo'yib topshirib oldik. Xo'p, bu mebelimizni birinchi razmeriga kelsak. Razmeri 360 ga mana bu tomoni 3,5 metr bo'lgan. Xo'p, bu ishimiz akril materialda tayyorlangan, balandligi 285 ga bo'lgan. Xo'p, mana bu chekkadan kelsak. Bu bez ruchka high-tech variantda tayyorlangan. Usul satrlarini qo'yganmiz. Smart Edge rakvina 5 funksiyali. Tortib bemalol ishlatsa bo'laveradi. Mana bakal yuvadiganlarigacha bor mana. Dozator gellarigacha bor. Buni tepasiga mana sushilkalarni joylaganmiz. Oynalarimiz ham kalyonning oynadan bo'lgan. Xo'p, bu ishimiz mana ikkita polka 3 xonadan bo'lgan. Materiali akril material. Akril ham mana bu chekkalar rezinoviy kromka. Eng qalini 2 mmligi. Xo'p, rakvinadan keyin strelniy mashina joylaganmiz. Keyin mana bunday tortmalari, mana bu qoshodonlarigacha mana. Ponni vakuum mexanizmi mana. Xo'sh, undan keyin gazini joylagan. Sensorli yutgichlarimiz qo'yilgan. Xo'p, mana bu tomonda ham mana polkalarimiz, do'konlar o'tib ketgan. Xo'p, bu tomonda mana burchak qismi, mana bu tomonga mana pastga ochiladigan barlarni qilib berganmiz. Xo'p, rabochiy zona keng, katta bo'lgan. Mana bu yerga mana pichoq naborlarimizni ham qo'yib berganmiz. Xo'p, undan keyin mana xaladenlik ham shkafga olinib ketgan polностью. Xo'p, mana bu yerda mana kalyonni o'yna qo'yganmiz. Baginalar uchun, idish-tovoq xrustallar uchun shu yerga joy tayyorlab ketgan. Xo'p, bu ishimizni bir pogona metrini 4,1 million so'mdan tayyorlab berdik. Xo'p, bizda bonus tariqasida bo'lgani musor satili, mana bu rakvina, sushilka, mana bunday qoshodonlari. Kimda kim joyi 5 metrdan ziyod bo'lsa, sensorli yutgichni yana bonus tariqasida qo'yib beramiz. Kalyonli oynaga kelsak, kalyonli oyna kimdir xohlasa, xohishiga qarab turib razmerini chiqaramiz. Kalyonli oynamizni kvadratiga pulini отдельный hisob-kitob bo'ladi. Agar mana shu akrilni o'zidan ramkalik qilib qilinsak, u mebel ichida ketaveradi. Xo'p, eng asosiygi bizda eng dolzarb muammo bo'layotgan narsa imkon darajasida bizni remontdan oldin chaqirishinglarni so'rab qolardik. Chunki bunaqa razvedka, santexnika, gaz, demoxodlar hamma narsani biz borib 3D variantini chizib, joylarni tayyorlab, hamma yo'g'ini metkalarini qo'yib berib, shunday mebelni olib boramiz, shunday joy-joyiga tushadi. Hammasi. Oyoqlari ham temir oyoqdan bo'lgan, legirovkalik. Oyoqlari ham orqalariga pilontislarigacha qo'yilgan polностью. Xo'p, endi kimga shunaqa mebel kerak bo'lsa, shu pastda nomerlar bor. Shu nomerlarga murojaat qilishingiz mumkin. Rahmat.